Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, mahalladoshlar. Bugun ovga chiqdik. Shu joyda bir video qilgim keldi ama joy udar ekan, ama joyda qattiq ekan. Shuna deyishib qo'yadi internetda. Juda katta mashq. Sazanni zo'rlari bo'lsa kerak bu yerda. Hozir yaxshi yurgan yo'lda issiq bo'lib, sovuq bo'lib. Shu qaragan. Marinkani mashq. Zo'rlar yursa kerak bu yerda bor. O'ta qattiq kuchli joy ekan bu yer. Faqat sabr qilib o'tirish kerak ekanda. Joyiga baho berib qo'yasizlar ona.